Shu savolni inshaalloh nima qilamiz? Muolaja qilamiz. Demak, mu'minlar jannatga kirganlarida Alloh taoloni biror bir holatsiz, idrok qilishliksiz va biror narsaga o'xshatishsiz holda ko'radilar. Mu'minlar jannatga kirishganidan keyin, mana hozir aytib o'tdik, ularga ko'zi ko'rmagan, quloq eshitmagan son sanoqsiz ne'matlar beriladi. Mana bu haqida juda ko'p oyatlar bor. Shulardan ayrimlarini o'qiymiz. Astagfirullah. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Yutafu alayhim bisihafin min zahabin wa akwabin wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Jannatga kiringlar. Sizlar va juftlaringiz shod bo'lursizlar. Ularga tillodan bo'lgan tovoqlar va qadahlar aylantirilur. U yerda ko'ngil ishtaha qiladigan va ko'zlar lazzatlanadigan